Meni o'zimda bo'lib o'tgan bir voqea, 2 yil bo'ldi bu voqeaga. Arab mehmonlari keldi bizning yurtlarimizga. Ko'p kelishadi, bilasizlar, ziyoratga, sayohatga. Ba'zilarini ishlari ham bo'lsa kerak bu yerda. Yana masjidlar solishyapti. Madrasalar solishyapti. Maktablar, doktorxonalarni, universitetlarga yordam, yetimlar uyi, qariyalar uyi ko'p yordam berishdi arablar. Shu Saud Arabiyasidan, Kuvaytdan, yana shunga o'xshaganlardan. Yana shu mehmonlarning qatorida bir sayohatchilar kelgan ekan. 2 yil bo'ldi mana shu voqeaga. Sayohatchilar keldi. Bir tasodif bo'ldiki, ular bilan biz mehmon bo'lib o'tirdik. Ular 12 ta ekan, bir haliginaqa mikrobasda. Biz 3-4 ta odam ko'rishib qoldik-da, keyin birga o'tirdik. Shu yerda o'tirganimizda yengillar choy ichishdi, u yoq bu yoq bo'ldi. Biz sheriklar bilan kelishib aytdikki, biz shu mehmonlarning pulini biz to'lab qo'yaylik. Choymi, bir ozgina, ko'p choy ichmadi o'zi ular. Bittadan lamol, bittadan osh, to'rttadan shashlik, shunaqa narsalarni ila olishdi har biri. Sheriklar bilan kelishdik, biz shularning pulini to'lab qo'ysak. Chunki hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmoniga yaxshi qarasin degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimalari bor? Hadislari bor. Lekin arablarda zo'r odat bor-da. Yo'q, to'lamaysizlar, yo'q, to'lamaysizlar. Qayta shu so'zlar bo'ldi. To'laymiz, to'lamaymiz, to'lab bo'ldik, unaqasi ketmaydi desak, haligi odam aytdi menga. Ichidagi bittasi. Men sizni Makka da mehmon qilaman dedi. Men inshaalloh dedim. U ham inshaalloh dedi. Menda telefon nomeri ham yo'q. O'zini ham, otasini ham, bolasini ham tanimayman. U yoqqa ketdi, biz bu yoqqa ketdik. 2-3 kundan keyin safar qilib ketishdi, shu bo'yicha yo'q bo'ldi. Umraga borgan vaqtimizda, qishdagi umraga borgan vaqtimizda o'tgan yili bo'lyapti. Endi biz yanvarda bordik qishda. Umraga borsam, endi siz bir Makkani tasavvur qiling. U yerda qancha mehmonxona bor, qancha avtobus bor, qancha ziyoratchi bor, qancha umrachi bor. Bo'lib ham yanvar oyida butun Saudiyada dam olish bo'ladi. Maktablar tugab, hamma umraga kelib oladi. 3 qavat to'lib ketadi. Ya'ni endi u joylarga bormagan odam buni tasavvur qilib olish qiyin-da. Bizdagi eng katta jami masjidga kelib hech kim yo'q deb turarasiz odamni ko'rib. U yerda juda odam ko'p bo'ladi. Avtobusga chiqib o'tirsam, mehmonxonadan tushib namoz o'qishlik uchun asr namoziga o'qishligimi, esimda yo'q, asr bo'lsa kerak. Chiqib o'tirsam, bir kishi kelib yelkamdan ushlab, u makkalik emas, o'zi toiflik. Abu Ahmad dedi. Ahmadning otasi degan. Adashdingiz dedim. To'g'ri, men ko'p odamlarga o'xshayman, Abu Ahmad emasman, lekin siz adashdingiz deb oldimga qarab oldim. U arab odamda, u gostinitsada, mehmonxonada faqat o'zimizkilar turadi. Abu falonchi dedi. Birodar dedim, endi arabchalab. Siz juda adashyapsiz. Boshqasi shekilli dedi. Ismingiz nima dedi. Meni ismim Abdulaziz desam, ha, Abdulaziz. Esingda yo'qmi, qandaysan, tuzingmisan deb ko'rish olmayapti, menga aytayapti. Xo'p, siz kimsiz dedim. Men eslab qololmayman odamlarning o'zlarini ham, ismlarini ham. Esingdami, Qirg'izistonga ziyoratga borganmiz. Billa o'tirganmiz. Men aqlimga kelmayapti shu odamlarga. Umuman aqlimga kelmayapti. O'sha avtobusga, o'sha soatga, o'sha mehmonxonaga, o'sha reysga to'g'ri kelib qolishligi qiyin narsa. Har 5 minutda bir avtobus keladi. Odam darrov to'lib ketadi unga. Avtobus kelishi bilan chiqsak o'tirgan ekan. Falonchi senmisan desam, ha, falonchi menman dedi. Yana quchoqlashib ko'rishdik, u yoq qildik, bu yoq qildik. Haligi odam bilan suhbatlashdik, namozga ketdik. Bu Makka da bo'layotgan ish, o'tgan yil. Namoz o'qigandan keyin esingdami dedi, mehmon qilaman deb aytganman dedi. Ha, aytgansan. Inshaalloh deganmiz, inshaalloh deganmiz. Mana endi bugun mehmon qilaman dedi. Mayli, mehmon qiladigan bo'lsangiz, mehmondorchilikka boramiz desam, boshqa yerga borib mehmondorchilik qilaylik, bu yerda emas, sal odamlar ozroq, uzoqroq suhbatlashamiz dedi. Mayli deb bir joyga bordik. Ertasi kuni bordik shekilli, adashmasam. Mehmon bo'lamiz deb obed vaqtida shuni kiramiz desak, nimalar yopyapti. Staloylar, kafelar yopyapti. Endi namoz o'qib chiqaylik dedi. Makka da turibmiz. U
o'sha Ahmad degan odam ko'chaning narigi betida domni tagida namozxona bor ekan dedi, masjid. Men o'sha yerda bir arab ketayotgan ekan, arabdan kattaroq jami masjid yo'qmi desam, ko'proq bosasizlar 200 metr nariyoqqa yursanglar katta jami masjid bor dedi. Unga aytdim, men kattaroq masjidda namoz o'qib kelaylik, keyin bemalol choy ichib o'tiraveramiz dedik. Mayli deb bordik. Katta masjidga kirib yo'lda ketayotsak, bu Sudaysti masjidi dedi. Bu Abdurahmon Sudaysti uyi o'sha yerda ekan. Salkam 40 yil bo'ldi shekilli bu kishining imom bo'lgani. Makka bilan Madinaning ikkala haromaynida imomlarning boshchisi, vazir darajasidagi inson. Sudaysti tanisizlar hammanglar. Ona jiyani imom shu yerda dedi. Namoz tugagandan keyin assalomu alaykum, biz imom Buxoriyning yurtidanmiz. Buyuk yurtlardan keldik. Salomatmisiz, tinchmisiz? Bizga Qur'on kitob kerak dedik. Chunki ba'zi bir birodarlar Qur'on kitob so'ragan edi. So'rasak, mayli dedi, men bir at familiyamni aytib qo'yaman. Makkaga borsanglar, Ka'bani o'zida ishxonalar bor har xil. Haligi tozalikni qaraydigan, falonchi pistonchini qaraydigan. Pastga tushasiz, 40-nechinchi-eshikdan kirsangiz, ofis bor, Qur'on beradigan joy bor. Shu yerga kirasiz dedi. Namozdan keyin chiqdik, choy ichdik, boyagi Ahmad bilan xayrlashdik, u o'zining umrasiga ketdi. Pastga tushdim men Qur'on olish uchun. O'sha pastga tushsam, Makka da bo'lyapti bu, Ka'batlarning atrofida. Tunisdan, Mag'ribdan yana falonchi pistonchi qator odamlar o'chiribdi turishibdi. Qur'on bermayapti hech kimsiga. Bermaydi dedi. Mayli bir so'rab ko'raveraylik desam, o'chirga turasam baribir bermaydi dedi. Arablarga ham bermayotgan ekan. Men quritoyman-da endi u yerda Sudayistdan olib keldimmi haliginaqa nimani? Sig'mayapman o'zimga. Bu haramni imomdan olib kelib olganman. Qochib turinglar hammanglar dedim, men shu yoqqa o'tib ketishim kerak deb. Shu boshchisiga kirsam Qur'on yo'q dedi. Sizga salom aytishgan katta dedim. Sudayistni jiyani sizga salom aytibor desam, qayerdan taniysiz dedi. Shu hozir shu yerda namoz o'qib kelyapmiz. Sizga borsang Qur'on beradi desam, baribir yo'q dedi. Men o'ylanib qoldim-da, endi nimaga bunday bo'lyapti? U yoqqa o'tib, bu yoqqa o'tib, mayli dedi, men imomman dedim. Ko'p masjidlarga imomchilik qilaman desam, Qur'on olish uchun qog'oz olib kelasiz dedi. Keyin sizga Qur'on qilib beramiz dedi. Bermadi hali kitobni. Endi qanday Qur'onsiz ketamanmi? Shunchalik muammomi endi Qur'on? Odamlar so'rayapti desam, qanday qilib 2000 ta kitob beraman? Samolyotda olib ketishingiz kerak, bunday deb qoldi haligi odam. Menga 20 ta Qur'on kerak dedim. 2000 ta men qanday qilib olib ketaman uni? Shuni ertaroq aytmaysizmi dedi, bor 30 ta olmaysam chiqib. 2000 ta kitob beraman deb niyat qilib qo'ygan ekan o'tgan yili. Shu nimadan mana bu ham shu nimadan chiqqan Qur'on ekan. Madina Munavvaradan. Madina Munavvaradan chiqqan 2000 ta Qur'onga niyat qilib o'rgan ekan. Men aytdim, 20 ta Qur'on kitob bersangiz yetadi desam, bemalol chiqib 2-3 karobga ko'targanlarcha olib ketaveringlar dedi. Inshaalloh degan so'zni ana kuch-quvvatini Alloh subhanahu va taolo shunday o'zimizga ko'rsatib qo'ydi. Asli sinalmaydi bu. Inshaalloh deb ko'raychi deb sinaladigan narsa emas. Yahudiylar inshaalloh deganda haligi sigirni topishib olgan. Yajuj Majuj mana bugun ozgina gapirib o'tdik. Har kuni ertaga chiqaman deb aytar ekan. Bir kuni kechqurun inshaalloh ertaga chiqaman deganda chiqib ketar ekan. Bir ish qilmoqchimisiz? Inshaalloh deng. Safar qilmoqchimisiz? Inshaalloh deng. Yana qanday g'am tashvish, qarz bormi, yaxshilik bormi, yomonlik bo'lsa ham inshaalloh bo'lmaydi deng. Alloh subhanahu va taolo bo'ladigan ishlarga inshaallohni bog'lab qo'ygan ekan. Va odob bo'ladi, Alloh taolaning o'zi yordam beradi.